aka mikrofonni yoqibdi, aytyapti. Ukalar deyapti, bilaman mendan kichkinasilar deyapti. Men Rossiyadaman, oilamdan uzoqdaman. Shuning uchun o'yindan bir rohat olay deb, sal stressdan chiqay deb kirdim o'yinga dedi. Atalguncha o'yin olmayman deb aytdi. Telegramga kiryapman, ikkita armiyga yozyapman. Короче, normal to'p bir olishimiz kerak, buni MVP qilishimiz kerak bo'ldi. Keyin shunaqa o'ynaymiz, ishoning million dollarlik turnirda unaqa harakat qilib o'ynamaydi odam. Shunaqa bir oddiy to'p bir olishga shunaqa harakat qilamiz, ozgina jonini ketkazamiz, dushmanlarni o'ldiradi. Короче, to'p bir oldik, MVP bo'ldi. 23 tani kill bilan MVP bo'lgan. Statistikasiga qarasangiz, tipa u bizga to'p bir olib berganda o'ynaganda, hatto o'yinni tomosha qilgan odam biladi, что biz ozgina yordam berib, uni to'p bir qilganimiz. Aka gapiryapti-da, ukalar deyapti, rahmat kattakon. Stressda edim, ancha xursand bo'ldi. O'yin uchun rahmat deb chiqib ketdi. Ko'ryapsizmi, bitta elementarniy, oddiy o'yin odamni stressdan chiqarib qanday xursand qilgan. Mana o'sha narsa вообще esimdan chiqdi.